Do'stlar, bugun biz sizlar bilan orolimizni to'ppa-to'rtburchak qilib olamiz. Do'stlar, biz orolimizning mana bu yerini va mana bu yerini to'g'ri to'rtburchak qilib tekizlab olamiz va keyin bilib olasizlar nima bo'lishini. Do'stlar, tugatgandan keyin men har doimgidek to'g'riroq ikkinchi marta o'tgan safar yer olib kelgan tomonimizga qarab suzib ketdi. U joyga borganimdan keyin atrofni o'rganib, menga kerak bo'lgan joyni topdim. Bu qishloqcha edi. Uning va uning zidillari. Bu yerga keyinroq qaytamiz. Do'stlar, bizga yer ko'proq kerak bo'lgani uchun men kalashni boshladim. Iloji boricha qancha ko'p bo'lgani shuncha yaxshi, uchun iloji boricha ko'proq kalashimiz kerak edi xullas. Sizlarga esa tepadan kadrlar. Do'stlar, tugatgandan keyin yer kalashlarni davom etib boshladim yana. Yer birinchi sloy kalab tugatgandan keyin qarasam kam chiqdi, yetmaydi ekan. Keyin iloji yo'q, ikkinchi sloy kavlashni boshladim. Ikkinchi sloy kavlashdan oldin shu birinchi bo'lib turib qumini chiqarib yubordim. Nimaga deysizlarmi? Nimaga bilmadim, prosta shunga chiqarib yuborgim keldi shunchaki. Birinchi sloy, ikkinchi sloy qumini chiqarib olganimizdan keyin yerni tekis to'rtburchak qilib kavlayotgandim. Buni ham nimagaligini bilmayman, prosta tekis chiroyli bo'lib tursin dedim. Tekis qilib kavlab turgan paytimizda bizga qarab mehmonlar kelyapti ekan. Biz uni bilmadik. Mana ko'rishlar mumkin. Assalomu alaykum. Akalar, xullas bular villagerlar edi. Men ularni ko'rdimda shunday borib salomlashib kelay dedim. Ashtomonga qarab bitta jincha yurdimda keyin Do'stlar, orolimizning birinchi qismini tekizlab oldik, endi esa ikkinchi qismiga o'tamiz. Do'stlar, orolimizni tekizlashdan oldin ikkinchi qismini shunday tekis mana bu qayig'ida yo'qotib olamiz. Mana do'stlar, orolimizning ikkinchi qismini yer bilan to'g'irlashni boshlaymiz. Faqat undan oldin qaysi joyini to'g'irlab, ichkini to'ldirishimizni belgilab olamiz.